Zo'r lokatsiyada 4 xonali uyimizni sotib oldi. Yunusobod 11-kvartal, Megaplanet, metro, Dehqon bozor, Korzinka, maktab, bog'cha, zo'r lokatsiya, zo'r infrastruktura. Yo'l yuzida joylashgan shu 4 xonali uyimizni 3-etajda joylashgan 4 etajli bino. Remont holatlari tayyor kirib yashaydigan. Общий maydonimiz esa 80 kvadrat metr. Uy egalari 86 ming dollarda so'rashyapti. Sunnatli kelishadigan joylarimiz bor. Pulingiz yetmayotgan bo'lsa, qolgan aslatga summani ipoteka bank orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Videomiz uyimizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishingizdan chiqib qolmasin. Xo'p, qarang. Podyezddan kirish eshigimiz bizda kattagina prixojka. Bu uyimizda ozgina sanuzellar bilan perestroyka qilingan. To'g'rimizda esa bizda stroyni prixojka mebellarimiz, bu yog'imizda esa bizda hojatxonamiz. Kafelar yaxshi holatda turibdi. Keling, birinchi xonadan boshlaymiz. Bu xonamiz 245 lik 520 uzunligida. Old orqa akvaromlarimiz mavjud. Bu yerga kiradigan bo'lsa, bizda oshxonamiz. Videoda nima ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsa qoladigan. Chap tarafimizda esa bizda mana sanuzelimizdan ikkinchisi bizda hammomimiz bo'ladi. Kafelar yaxshi holatda. Kirib yashaydigan faizli uy. Narxiga arziydi. Lokatsiyasi ham zo'r. Keling, ikkinchi xonamiz. Detskiy. Detskiyimiz tayyor. Mebellari qoladigan. Bu yog'imiz esa bizda spalni, bu spalnimizda 16 kvadrat 315 ga 520. Bular ham qoladigan. Davom ettiradigan bo'lsa, biz zalga kiramiz. 4-xonamiz, zalimiz ham juda ham katta, balkoni ham zalga qo'shilgan. Uzunasiga 7 metr, eniga esa 320. Xullas, ko'rgan uyimizni 86 ming kelishiladi. Telefon raqam qaerdan deb sanaydi.